Modellarimni iltimos qilardimki, shunaqa so'kinayotgan odamlarni iloji boricha bloklab qo'yinglar. Bular bir gapni tushunmaydigan odamlar afsuski. Mayli nima bo'lganda ham endi men to'xtashga haqqim yo'q. Endi mavzuni boshlayman va mavzuni diqqat bilan tushunishga harakat qilinglar. Ayrim joylarda xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, yozib olinglar misol uchun. Kim biladi, balki xato qilib qo'yatirgandirman rostdan ham. Ana shu ma'lumotlarimni bir ushlab olinglarda, mana sen mana bu yerda xato qilding deb jonli efirdan keyin menga aytinglar. Albatta men xafa bo'lmayman, aksincha hurmat qilaman bunaqa odamlarni. Menga xatomni topib, meni yuksalishimga, rivojlanishimga hissa qo'shayotgan odamlarni. Ana endi birinma-ketin mana bu yerda so'kinishlarni o'chirib yubordim. Xafa bo'lmaysizlar. O'zingizga insof bersin, boshqa gapim yo'q. Ana endi xo'p, ularga e'tibor beramiz. Birinchi bo'lim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayot yo'llari 6-qism. Birinchi bob, birinchi bo'limga keldik. Ya'ni bu yerda Hiro, ya'ni buyuk kechaga hozirlik deb nomlanadigan voqea haqida tanishamiz. Avval sahnani ko'z oldimizga keltirib olaylik. Makkadan 3 chaqrimcha shimoliy sharqda Nur tog'i bor. Jabal an-Nur, ya'ni Nur tog'i deb ataladi. Bu nomning o'zi keyin qo'yilgan aslida. Nur ana shu yerdan taralgani uchun tog'ning cho'qqisiga yaqin joyda kichkina g'or bor. Ya'ni Hiro. Hiro bo'yi odam bo'yidan sal baland, ichida bir kishi namoz o'qisa sig'adigan tor xilvatgoh hisoblanadi. Og'zi Ka'ba tomonga qaragan, bugun ham hojilar ziyorat qiladigan bu joyga ko'tarilish sog'lom odamga yarim soatdan ortiq tik yo'l hisoblanadi va qiyin, mashaqqatli hisoblanadi. Endi tasavvur qiling. 40 yoshga yaqin bir inson yelkasida ozuqa shu yo'lda qayta-qayta ko'tarilyapti. Bir kecha emas, kunlab, ba'zan Ramazon oyi bo'yi qolib ketyapti. U zotni g'orga nima yetakladi? Manbalar aytadi. Tahannus, ya'ni xilvat ibodat va tafakkur. Butlarga emas, bobolar Ibrohim alayhissalom yo'lida yakka yaratganga yuzlanib, nimani o'yladilar? Nima uchun siqilardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Osmonlar va yerlarning yaratilishini, xalqning holini, Ka'ba atrofidagi 360 butni, qumga ko'milayotgan qizaloqlar haqida o'ylab siqilardilar. Chunki u paytda Arabistonda islomdan avval jahiliyat davri edi. Bu haqida albatta men 1 va 2, 3-qismlarda ham, hattoki 5-qismlarda ham aytdim. Xullas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Ka'ba atrofidagi 360 but yuragini ezardi. Qumga ko'milayotgan qizaloqlarning faryodlari u zotni qiynardi. Sudxo'rlik ostida ezilgan kambag'allarni ko'rib, ularning pok qalbi buzuq jamiyatga qarab og'rirdi va javob izlardi. E'tibor bering aziz do'stlar, buyuk vazifa oldidan Alloh o'z bandasini yolg'izlik va tafakkur maktabidan o'tkazdi. Musa alayhissalom Tur tog'ida, Yusuf alayhissalom quduq va zindonda, payg'ambarimiz esa Hiro g'orida edi. Shovqin ichida vahiy kutilmaydi. Bugun hayotimizga o'rsak, qo'lida telefon, quloqida shovqin bilan yashaydigan odamning chuqur fikrga vaqti qachon keladi? Kuningizda hech bo'lmasa 10 daqiqa Hiro daqiqalari bo'lsin. Telefondan sukut saqlang. Telefonsiz bir o'zingizga savol bering. Bu hayotga nima keldim? Nimaga keldim va Alloh buyurgan ishlarni qilyapmanmi? Ertaga amal kunida, savol-javob kunida ularda yetarli savollarim bormi? Yetarli amallarim bormi? U dunyoga men tayyormanmi ketishga deb o'zingizga savol bering albatta. Yana bir nozik ishorani aytay. Bu xilvatlarni Hadicha onamiz to'liq quvvatladilar. Oziqa hozirlab berar, ba'zan o'zi ham chiqib turardi. Do'na ayol umr yo'ldoshining qalbida ulug' bir ish pishayotganini sezardi. Oila ana shunday bo'ladi. Birining yuksalishiga ikkinchisi zina qo'yadi. Albatta Hadicha roziyallohu anha ham ana shunday ajoyib ayollardan biri bo'lgan va eng ajoyib ayollardan biri bo'lgan desam adashmagan bo'laman. Birinchilardan bo'lib Hadicha onamiz sezdilar, ya'ni payg'ambarimizning oldida bir buyuk ish borligini. Va har doim va har qachon bu ishlarni sezib payg'ambarimizni qo'llab-quvvatladilar. Va hattoki birinchi tanishganlarda his qildilar bu kishida qandaydir buyuk ishlar borligini va Allohning bergan bir zehni, Allohning bergan bir karomati borligini Hadicha onamiz sezdilar.
Ana endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Aynan o'sha kecha Iqro deb nomladim buni. Va nihoyat o'sha kecha keldi. Milodiy 610-yil Ramazon oyi. Mashhur hisoblarga ko'ra, oyning oxirgi 10 kunligidagi tog' kechalaridan biri Laylatul Qadr. Mana ma'lumot oldingizda Laylatul Qadr kechasi qachon bo'lishi haqida. Muhammad alayhissalom 40 yoshda g'orda yolg'iz edilar. To'satdan g'or ichida bir zot paydo bo'ldi. Bu vahiy farishtasi, Alloh taoloning eng ulug' farishtalaridan Jabroil alayhissalom edi. U bitta so'z aytdi: Iqro, ya'ni o'qi. Javob hammamizga tanish bo'lishi kerak, chunki bu javobda katta haqiqat bor. Ma ana bi qori. Men o'qishni biladigan emasman. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ungacha bir zehnlari, bir savotlari bo'lmagan va aynan shuning uchun ham Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilm o'rganishni buyurdi. Bu rost edi. U zot umrlarida maktab ko'rmagan, birovdan had savod o'rganmagan, umumiy edilar. Shunda farishta u zotni tutib quchog'ida qattiq siqdi. Kuchi yetguncha albatta. Keyin qo'yib yubordi va yana Iqro, yana o'sha javob, yana siqish, 3-marta ham Iqro va endi farishta davomini keltirdi. Diqqat qiling. Hozir men o'qiydigan 5 oyat osmondan yerga tushgan so'nggi ilohiy kitobning eng birinchi kalimalari, ya'ni Iqro bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Va tarjimasi: Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U inson alaqdan yopishqoq narsadan yaratdi. O'qi. Robbing eng karamli zotdir. U qalam bilan o'rgatdi. Insonga bilmagan narsasini o'rgatdi. Alaq surasi 1-5 oyatlarida. Va mana bu sizlarga Iqro surasining nozil bo'lish jarayoni hisoblanadi. Va bularning barchasi Shayx Muhammad Sodiqning tafsiri Hilol kitoblaridan mana bu suraning tafsiri olindi. Shu daqiqalarda o'sha tor g'orda o'sha yolg'iz inson yelkasida insoniyat tarixi ikkiga bo'lindi. 23 yil davom etadigan vahiy boshlandi. Oxirgi payg'ambarlik eshigi ochildi. Qur'onning o'zi bu kechani shunday ulug'laydi. Albatta, biz uni Qadr kechasidan nozil qildik. Qadr kechasi nima ekanini senga nima bildiradi? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Qadr surasi. Ko'ryapsizlar, Qadr surasi 1000 oydan yaxshiroq ekanligi haqida Qur'onda ham zikr qilinyapti va mana bu kunda bedor o'tkazilishi kerak degan ulamolarimizning nasihatlari va tavsiyalari bor. Ramazonning fazilati ham shundan. Ramazon oyi unda odamlar uchun hidoyat bo'lib Qur'on nozil qilingan oy hisoblanadi va bu Qur'oni Karimning Baqara surasi 185-oyatida kelgan. Biz har yili Ramazonda, har Qadr kechasida aslida ana shu g'or kechasining yubileyini nishonlaymiz. Unutmang, biz aynan Qadr kechasida, aynan Ramazon oyida, har Qadr kechasida aslida ana shu kechaning yubileyini nishonlaymiz. Sodir bo'lganini nishonlaymiz. Ya'ni o'sha bir ulug' kunni nishonlaymiz. Endi bir savol. Nega farishta u zotni 3 marta siqdi, quchoqladi? Ulamolarimiz bir necha hikmat aytganlar. Birinchisi, bu vahiy yukiga jismoniy, ruhiy tayyorlash edi. Yengil ish boshlanayotgani yo'q edi. Chunki bu mas'uliyatli, bir og'ir ishlardan biri edi. Alloh keyinroq marhamat qiladi. Albatta biz senga og'ir so'zni tashlaymiz. Muzammil 5-oyat. Vahiy chindan og'ir edi. Sovuq kunda ham u zotning peshonalaridan ter quyilardi. Tuya ustida vahiy kelsa, tuya cho'kib qolardi. Ikkinchi hikmat: o'qish oldidan siqilish. Ilm ham shunday olinadi. Zahmatsiz berilmaydi. Har talaba biladi. Bilim siqilishlardan keyin ochiladi. 3-nasihat. Takror 3 marta Iqro. Muhim so'z takror bilan qalbga muhrlanadi. Payg'ambarimizning o'zlari ham keyinchalik muhim gaplarni 3 martadan aytadigan bo'lganlar. Bejizga emas. Mana bu ham bizga beriladigan bir katta hikmatdir. Mana shundan ham biz o'zimizga yetadigan hikmatlarni, bir olam hikmatlarni olsak bo'ladi, do'stlarim.
Va endi biroz savol javob qilaylik. Sizga savol endi Qadr kechasini siz qanday o'tkazasiz? Shu paytgacha bilaman ko'pchiligimiz, yoshimiz albatta balog'at yetganlarimiz soni ko'p ekan chatimizda. Yoshi ulug'larimizni ham sonlari ko'p ekan va har biringizga savol. Siz Qadr kechasini aynan qanday o'tkazasiz? Qani menga bir javob beringlarchi. Mayli, izohlaringizda ham o'qiyman, ko'payib ketibdi. Mohira Soliyeva. Kattakon rahmat sizga ham. Hammangizga kattakon rahmat. Jonli efirga kirganlarga va jonli efirlarimda erinmasdan uyqudan voz kechib turganlarga bilib qo'ying, avvalgi jonli efirlarimda ham aytdim. Alloh hammaga ham o'zining ilmini, o'zining rasuli haqidagi ma'lumotlarini, bir ilmni o'rganishni hammaga ham nasib qilmaydi. Buni faqatgina Alloh qalbiga solgan bandalargina o'rganishga haqli bo'ladi. Faqatgina Alloh sizni bu yerga yubordi. Bilingki, buni mana bu jonli filmda ekansizki, Alloh sizni aynan mana bu yerga kelib, mana shu ilmni o'rganishingizni istadi. Qolganlar kiryapti, chiqib ketyapti, e'tibor berishmayapti. Albatta, bular ham Allohning qo'lida. Bu chatda kirganlarni bilingki, sizlarni aynan Alloh subhanahu va taolo bu yerga yubordi. Ya'ni sizlarga shunaqangi bir ilmni o'rganishni bir rioya ko'rdi-da. Sizlarga bir nasib qildi shunaqa ilmni o'rganishlaringga. O'shaning uchun ham bu ilmlarni berayotgan ma'lumotlarini diqqat bilan tinglanglar va o'rganinglar. Mayli endi kechasi o'zi atiga 30 ta qismdan iborat bo'ladi jonli efirlarim. 30 ta qismdan so'ng mayli kirmasangiz ham roziman. 30 ta qism payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayot yo'llariga bag'ishlangan bo'ladi. Mayli, ayrim bahsli savollaringiz bor ekan. Bahsli savollaringiz haqida ham albatta jonli efirdan keyin vaqt ajrataman. O'shaning uchun jonli efirni oxirigacha kutinglar. Mayli, hozirda bir javobni olmadim, sizlarga bergan javobimni olmadim. Ya'ni sizlarga savol berdimki, Qadr kechasini sizlar qanday o'tkazasiz? Bu qanday bo'ladi sizlar uchun? Nima ish qilasizlar bu kunda? Mayli, o'sha savolni sizlar o'sha savolning javobini yozib turing. Men keyingi bo'limga o'taman, ya'ni 3-bo'limim. 3-bo'limni shunday nomladim. Meni o'rang. Hadichaning tasallisi va varaqa bashorati. Shunaqangi deb nomladim 3-bo'limni. Bu bo'lim bu jonli film 5 ta bo'limdan iborat. Atiga 2 ta bo'lim qoldi bundan tashqari. Shunday ekan sabrli bo'linglar. Demak, davom etamiz. Ulkan hodisadan inson qalbi larzaga tushdi. Va bu tabiiy, farishtani asl suratida ko'rish, ilohiy kalomni yelkasida his qilish, payg'ambarimiz yuraklari qattiq urib, tog'dan tushib uyga yugurdilar va ostonadan kirishlari bilan zammiluni, ya'ni arabchadan tarjima qilinganda meni o'rang dedilar. Hadicha onamiz u zotni o'radi, bag'riga oldi, titroq bosilgach. Bo'lgan voqeani aytib berdilar va qo'shib qo'ydilar. Laqqad hashitu ala nafsi. Ya'ni tarjimasi o'zimdan qo'rqyapman dedilar payg'ambarimiz. Va shu yerda aziz tomoshabinlar, ayol zotining tarixdagi eng buyuk javoblardan biri yangradi. Hadicha radhiyallohu anhu dedi: Aslo Xudoga qasamki, Alloh sizni hech qachon xor qilmaydi. Chunki siz qarindoshlik aloqasini bog'laysiz. Ojizning yukini ko'tarasiz. Yo'qsiliga topib berasiz. Mehmonni izzat qilasiz. Haq yo'lida musibat ko'rganlarga yordam berasiz dedilar. Bu javobni endi tahlil qilaylik. Bundan 3 qavat hikmat bor. Birinchisi, Hadicha onamiz vahima qilmadi, so'roqqa tutmadi. Senga nima bo'lgan? O'zi demadi. Avval o'radi, tinchlantirdi, keyin gapirdi. Inqirozdagi insonga avval xavfsizlik, keyin tahlil kerakdir.
Ikkinchi xulosa. U yerini uning o'z fazilatlari bilan tinchlashtirdi, tasalli berdi. Siz shunday odamsizki deb unga eng kuchli daldani, insonning yaxshiligini o'ziga ko'rsatib qo'yish bilan dalda berdi. Uchinchisi, javobning mantig'i, sof iymon mantig'i. Allohning odati yaxshilikni zoya ketkazmaslik, yaxshilarga yomonlik yopishmaydi. Ayollar, opa-singillar, eringiz hayotining eng og'ir kunlarida sizdan bitta katta narsa kutadi. Mana shu Xadicha onamizdek dalda. Va yigitlar ham bilib qo'ying, katta ish qilay degan erkakning birinchi boyligi aqlli va suyangan ayoli bo'lishligidir. Keyin Xadicha onamiz amaliy qadam tashladi. Bu ham dono ayolning ishi. Masalani bilgan mutaxassisga olib bordi. Amakivachchasi Varaqa ibn Naffal jaholiyatni tark etib, nasroniy bo'lgan, Injilni ibroniychadan ko'chirib yozadigan, ko'zi ojiz keksa olim edi. Voqeani eshitib, Varaqa hayajon bilan dedi: "Bu Musoga kelgan nomusdir" deb aytdi. Ya'ni Muso alayhissalom vahiy keltirgan o'sha Jabroilning o'zi. Qarang, kitob ahlining olimi vahiy alomatlarini darrov tanidi. Chunki avvalgi kitoblarda bunday yozilgan edi. Keyin Varaqa afsus bilan dedi: "Koshki o'sha kunlarda yosh bo'lsam edi. Koshki qavming seni chaqirib yuboradigan kunda tirik bo'lsam edi" dedilar. Va payg'ambarimiz hayron qoldilar. Abamuxrijiyahum, ular meni chiqarib yuborishadimi deb hayron bilan so'roq ohangida aytdilar. So'roq berishdilar. Axir bu shahar u zotni alamin deb suyardi, ya'ni shahardagi eng ishonchli odam deb bilishardi. Kecha Ka'ba hakamligida hamma roziymiz degan edi. Bu haqida kecha jonli efirda gaplashdik, ya'ni roziymiz, ya'ni eng ishonchli odamimiz, eng rozi bo'lgan kishimiz deb, ya'ni Hajr Aswadni so'nggi bo'lib Ka'bani qayta ta'mirlashdan so'ng oxirgi manzilga qo'ygan, oxirgi o'ringa qo'ygan inson sifatida payg'ambarimiz tanlangan edi. O'sha kuniga yetsam, senga astoydil yordam beraman. Ko'p o'tmay Varaqa vafot etdi. Ya'ni aytdilarki, o'sha kunga yetsam, senga astoydil yordam beraman dedilar va lekin ko'p o'tmasdan Varaqa vafot etdi. Bu kishi nasroniy bo'lganlar, Injil o'qiganlar, Injilni ibroniychaga tarjima qilganlar. Shunday bo'lsa ham vahiy alomatlarini birdaniga tanidilar va Rasulullohning haq yo'lda ekanligini tushundilar. Varaqaning bu gapi tajribali olimning tashxisi, haq da'vat hech qachon gulpoyandoz bilan kutib olinmagan ekanligi isbotdir. Nega? Chunki haq so'z manfaatlarga tegadi. Butlar atrofidagi daromadga zulm, ustiga qurilgan obro'larga, ota bobo yo'li degan qulay odatlarga ancha turtki berib ularni orqaga tortardi. Ularni xolos dumini bosib qo'yardi, qo'polroq aytganda. Chunki ular buning orqasidan, but sanamlarning orqasidan ular odamlar jaholiy davrida insonlar pul ko'rardi, boylik orttirishardi. Buni keyingi qismlarda o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Hozircha biroz xulosa yozib qo'ying. Agar hamma sizni maqtayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan hali ham muhim gap aytmagansiz. Ana, eshityapsizlar-a? Agar hamma sizni maqtayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan hali muhim gap aytmagansiz. Qachonki siz hammaga kerak bo'ladigan, hammaga manfaatli gapni aytadigan bo'lsangiz, haqni aytadigan bo'lsangiz, odamlarning manfaatiga u gap zid bo'ladigan bo'lsa, ular sizni eshitmaydi. Ular sizga quloq solishmaydi. Va albatta bu ham bu yerda xitob qilinyapti. Ana endi 4-bo'limga o'taman. Vahiy tanaffusi va tur ogohlantir deb nomlanadi bu bo'lim. Ilk vahiydan keyin bir muddat vahiy kelmay qo'ydi. Bu davr fatratul vahiy, ya'ni vahiy tanaffusi deyiladi. Muddati haqida turli rivoyatlar bor. Bu kunlar og'ir kechdi.
qalbda sog'inch, Robbim mendan yuz o'girdimikan degan xavotir. Lekin hikmati keyin ayon bo'ldi. Birinchi uchrashuvning zilzilasi bosildi. Qalb keyingi vahiylarga chanqoq va tayyor holga keldi. Hayotingizdagi ham Hayotingizda ham shunday sukut davrlari bo'ladi. Duo qilasiz, javob kelmaydi. Mehnat qilasiz, natija ko'rinmaydi. Bilib qo'ying, bu tark etilganlik emas, tayyorlov bosqichi bo'lishi mumkindir. Keyinchalik shunga o'xshash bir holatda Zuho surasi tushgan. Robbing seni tark etgani ham yo'q, yomon ko'rgani ham yo'q. Bu tasalli qiyomatgacha barcha sog'inganlarga tegishlidir. Ya'ni ko'ryapsizlar, mana bu ko'pchiligimiz aytamiz, mana bu joydan biz qana xulosa olamiz? Ba'zida duo qilamiz, duolarimiz amalga oshmaydi. Ko'pchiligimiz, misol uchun ko'pchilik farzand so'raydi. Farzand so'raydi va amalga oshmaydi. Ko'p yillar talab qilinadi. Ammo lekin bu bejizga emas. Sizni Alloh bunga tayyorlaydi. Alloh duolaringizni eshitadi albatta. Va endi duolaringiz qabul qilinguncha sizni sinaydi. Va albatta bir kun kelib duolaringiz ham amalga oshadi. O'shaning uchun ham hech qachon duo qilishdan tark etish kerak emas. Nima bo'lmasin, har qachon, har qayerda duo qilishni davom ettirishimiz kerak. Ana endi. Nihoyat bir kuni yo'lda ketayotganlarida osmondan ovoz keldi. Boshlarini ko'tarsalar, Hirodagi farishta osmon va yer o'rtasida ulkan kursida o'tiribdi. Eyvoh. E'tibor bering. Hirodagi farishta osmon va yer o'rtasidagi ulkan kursida o'tiribdi. Hayajondan uyga qaytib yana meni o'rang dedilar. Shunda Alloh taolo Mudassir surasining avvalini nozil qildi. Ya ayyuhal mudassir qum fa anzir. Ey burkanib yotgan zot, tur va ogohlantir. Robbingni ulug'la, kiyimlaringni pokla, iflosliklaridan uzoq bo'l. Mudassir surasi 1 va 5 oyatlari. E'tibor qiling. E'tibor qiling ohangga. Ey burkangan zot, tur. Endi burkanish davri tugadi. Iqro bilan payg'ambar bo'lgan zot. Qum fa anzir bilan rasul elchisi bo'ldilar. Shu kundan boshlab umrlarining oxirlarigacha 23 yil bir kuni ham dam olishsiz xizmat boshlandi. Oysha onamiz keyinchalik aytganlar. Shu oyatdan keyin u zot burkanishga qaytmadilar. Va hayajonlari bosildilar. Qo'rquvlari aridilar. Vahiy o'zi qanday kelardi? Buni sahobalar ham so'rashgan. U zot javob berganlar. Ba'zan qo'ng'iroq jarangida keladi. Menga eng og'iri shu. Tugaganda aytilgani. Yodlab qolgan bo'laman. Ba'zan farishta erkak suratida kelib gapiradi. Jabroil ko'pincha suhbatdosh, sahobiy, Dihya Kalbi qiyofasida kelardi. Mashhur Jibroil hadisida esa oppoq kiyimli notanish yo'lovchi bo'lib kelib, iymon, islom, ihson haqida savol bergan. Sahobalarga dars bo'lishi uchun muhimi shu vahiy hayol ham, tush ham emas, aniq og'ir guvohlari ko'rgan hadisda edi. Vahiy payti tuya cho'kkani, sovuq ter quyilgani, xullas bular jismoniy dalillar edi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni vahiylar kelgan paytida aniq guvohlar ko'rgan hadisda shunday edi. Vahiy payti tuya cho'kkan. Tuyani ustida bo'lsa, payg'ambarimiz tuya ustida bo'lsa, vahiy kelganda tuya uning og'irligidan cho'kib qolardi. Hattoki bu juda ham bir sovuq joyda bo'lsa, tasavvur qiling, sovuq joyda bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ter quyilib ketardi. Albatta bular ham bir jismoniy dalil edi. Ana endi navbatdagi qismi, 5-bo'limga keldik. Nega endi savol tug'iladi-da? Nega birinchi buyruq o'qi deyilgan? Ana endi efir boshidagi savolimizga qaytamiz. Sizlarga savol bergan edim. Nimaga iqro bilan boshlandi? Bu ayniqsa bilim olayotgan yoshlarga, misol uchun ITchilarga, endi talab ilmlarga, hadisxonlarga, xullas talabalarga atalgan qism. Nega iqro? Nega namoz o'qi emas, roza tut emas, jang qil emas, aynan iqro, ya'ni o'qi bilan vahiy keldi. Endi e'tibor qilasizlar. Chunki hamma narsadan avval dunyoqarash keladi.
Dunyoqarashining kaliti esa ilm. Birinchi 5 oyatni qaytib o'qiylik. Ularda butun ilm falsafasi bor. O'qi yaratgan Robbing nomi bilan deb aytilgan bu yerda. Bilim yaratganini tanish uchundir. Ilm imondan, imon ilmdan ajralmaydi. O insonni alaqdan yaratdi. İnsonning kelib chiqishi embriologiyaga ishora. Ya'ni o'rganilsin. U qalam bilan o'rgatdi. Qalam, yozuv, kitob, ma'lumot saqlash va uzatish bugungi til bilan axborot texnologiyalaridir. İnsonga bilmaganini o'rgatdi. Ya'ni ilm cheksiz, har doim bilmaganimiz bor. Ya'ni izlanishimiz kerak. Va yana bir nuqta borki, umumiy o'qimagan insonga o'qi deyildi. Bu butun ummatga xitob. Bilmayman deyish uzr emas. Boshlang'ich nuqta o'rganishni boshlash kerakdir. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham 40 yoshlarigacha bilimni bilmagan edilar. Sihat savodlari chiqmagan edilar. Umumiy bilimlari bor edi. Va shuning ham aytilyapti, bilim o'rganishning erta kechishi bo'lmaydi. Beshikdan to qabrgacha ilm iza deb bizga aytilgan. Tarix bu buyruqning mevasini ko'rsatadi. Iqro bilan boshlangan din 100 yil ichida dunyoning ilm markazlarini yaratdi. Sahroyi xalq, algebra, tibbiyot, astronomiya, optika va bizning yurtimiz. Bu bahorning eng gullagan bog'i bo'ladi, bilib qo'yinglar. Va mana bu islomning eng gullagan davri albatta bizning davrimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bizning yurtimizga, Ma'un Nahr musulmonlarga to'g'ri keladi. Va bizning musulmonlarimiz ham katta hissa qo'shgan. Xususan Al-Xorazmiy algoritm so'zini uning nomidan olingan. Biruni, Ibn Sino, Farg'oniy, Ulug'bek. Bugun qo'lingizdagi telefon ishlatayotgan algoritmlar kelib chiqishi bilan Iqro farzandi. Shuning uchun dasturchimisiz, shifokormisiz, talabamisiz, ilm yo'lidagi har soatingiz Alaq surasining 1-oyatiga itoatdir, ya'ni ibodatdir. Ilm olish, birodarlar, bu yerda aytilyaptiki, ilm olish ham ibodatdir deyilyapti. Payg'ambarimiz marhamat qilganlar. Ilm talab qilish har bir musulmonga farzdir. Ayni diqqat qilamiz, kanalimizning o'zi ham kichkina Iqro loyihasi. Ya'ni birga o'qiyapmiz, birga o'rganyapmiz. O'zim o'rganyapman va sizlarga ham o'rgatib boryapman o'zim o'rgangan bilimlarni. Albatta bu ham bir kichik ibodat hisoblanadi, do'stlarim. Shunday ekan, ilm olishga befarq bo'lmanglar. Va mana shu o'rinda bir dolzarb mavzuni aytib qo'yay. Men ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bo'laman. Ijtimoiy tarmoqlarda bir islomiy mavzularni, islomiy bahslarni kuzataman. Xususan bir YouTube'da va Instagramda ko'rib qoldimki, aytayapti-da, agar sen musulmonlar deyapti, o'zing harom bo'lgan narsani, kofirlar ishlab chiqarmagan narsani foydalanadigan bo'lsang, nima sababdan mana bu telefonni ishlatyapsan? Nima sababdan mana bu qurilmalarni, mana bu gadjetlarni ishlatyapsan deb bizga xitob qilyapti. Senlar bunday bo'ladigan bo'lsa, mana bu zamonaviy gadjetlarni, texnologiyalarni ishlatmasing kerak deb bizga aytayapti. Lekin aslida bilib qo'yinglar, men o'zim dasturchi sifatida bir ruscha aytganda programma sifatida aytaman. Al-Xorazmiyning algoritmi asosida biz mana bu dasturchilar bir dasturni yaratamiz. Xoh Instagram bo'lsin, xoh YouTube bo'lsin, xoh Facebook bo'lsin, hammasi algoritm. Ya'ni Al-Xorazmiyning ixtiro qilgan algoritm, ya'ni Qur'onni o'rgangan olim, ya'ni Qur'ondan bilim olgan olim tufayli yaratilgan. Ya'ni bu yerda islomning o'rni katta. Mana bu gadjetimiz ham, mana bu ishlatilgan gadjetlarimizning ham barchasi sanoq sistemasida Al-Xorazmiy yaratgan algoritmlar asosida ishlaydi, hisoblaydi. Hisoblash algoritmlari aynan Al-Xorazmiy yaratgan algebra asosida ishlaydi. Aynan u yaratgan algoritm asosida ishlaydi. Va shuni ham bilib qo'yingki, mana bu gadjetlarni yaratgan va asosini musulmonlar yaratgan. Va musulmonlarning to'laqonli haqqi borki, mana buni biz yaratganmiz deyishga, bizning katta hissamiz bor deyishga. Va sizga kimdir kelib, senlar mana bu Instagramni yaratgansan, senlar bunga o'tirishga ham yo'q, bu senga harom bo'ladi deydigan bo'lsa, ularning og'ziga mana shu gaplarim bilan uring. Biz birinchi bo'lib algoritmni yaratganmiz. Algoritm esa o'z navbatida mana bu barcha zamonaviy gadjetlarni, zamonaviy barcha raqamli narsalarni yaratgan deb ularga javob qiling. Mana bu sizga to'g'ri javob bo'ladi. Ana endi xulosa va saboqlarimizga kelaylik. Bugungi buyuk kechadan olib ketadigan xulosalarimiz. Birinchi saboq islom ilm dini. Birinchi so'z o'qi bo'lgan. Dinning farzandlari